Bu mening YouTube formatida olingan eng birinchi videom va bugungi videoda Dirma DX700 Pro changyutgichini sinab ko'rib, sizlarga salbiy va ijobiy tomonlarini yoritib bermoqchiman. Mubi check. Ko'rib turganingizdek, yig'ilmagan holati shunday ko'rinishga ega. Bu changyutgich juda tez va oson yig'ilar ekan va hech qancha joy talab qilmas ekan. Narxi arzonroq bo'lgani bilan ko'rinishi qimmat changyutgichlardan kam joyi yo'q. Meni xursand qilgan tarafi, changyutgichni aynan ushbu modeli juda ham yengil ekan va qo'llanilishda oson ekan. Og'irligi atigi 2,5 kiloni tashkil etar ekan va osongina ko'tarib uy ishlarini bajarsangiz bo'lar ekan. Kuchi esa 600 vattni tashkil etar ekan. Faqatgina birgina knopkasi bor ekan va tezlik kuchini boshqarishni iloji yo'q ekan. Tortish kuchi qalin gilamlardan tashqari barcha sirtqi mebellarni yoki ustki qismlarni tozalashga bemalol yetar ekan. Yana bitta minuslaridan biri bu uzunligi. Uzunligi atigi 4,5 metr ekan. To'g'risi kichkina xonalarni tozalashga yetadi. Qo'shimchasiga ikkita shunaqa nasatkasi bor ekan. Birinchisi bu burchaklarni tozalash uchun juda ham qulay bo'lgan nasatkasi. Uni yordamida barcha burchaklardagi axlatlarni, o'rgimchak islarini tozalash juda ham qulay bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, divanlarning oralariga tushib ketgan nonvoqlarni ham juda ham oson yig'ishtirib olar ekan va mashinani salonini ichini ham yaxshi tozalaydi. Ikkinchi nasatka bu turli xil mebellarga mo'ljallangan nasatka. Ko'rib turganingizdek, uni shotkachasi bor. Matosiga shikast yetkazmagan tarzda tozalasa bo'ladi. Changyutgichni aynan shu modelida 3 bosqichli filtri bor. Aynan shu tufayli undan chiqayotgan havo maksimal darajada toza bo'lib chiqadi. Komplektida shunaqa axlat qutisi bor va uning hajmi atiga 800 ml xolos. Men uchun bu minuslardan yana biri, sababi har bir xonani tozalab bo'lganingizdan keyin axlatini to'kishingiz shart. Aks holda filtri to'lib, tortish kuchi pasayib ketadi. Lekin internetda aynan shunaqa filtrlarga mos bitta lifehack bor ekan va u lifehack bo'yicha oddiy kapron paypog'ini filtrning ustiga kiydirib qo'yishingiz kerak ekan. Bu harakat orqali filtr idishingizni yaroqlilik muddatini uzaytirsangiz bo'lar ekan. Konteynerni chiqarish uchun pastdagi tugmani bosishni o'zi kifoya. Aynan bundan oldin keltirilgan lifehack orqali filtrini 5 kunda bir marta yuvsangiz ham bo'laveradi. Alohida aytib ketmoqchi bo'lgan narsam, bu ushbu pilisos sochlarni juda ham yaxshi tozalar ekan. Ichida spiralli shotkachasi borligi uchun mayda axlatlarni, non uvoqlarini, musorlarni va sochlarni juda yaxshi tozalar ekan. Aytib o'tganimdek, kichkina holatda avtomobil salonini tozalash va shkaflarning oralarini, ichlarini, burchaklarini tozalash juda ham oson bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ishlatish bo'yicha funksiyasi juda ham ko'p ekan. Endi esa bu changyutgich kimlarga to'g'ri kelmasligi haqida aytib beraman. Agar siz yashash xonalaringiz katta bo'lsa va gilamingiz qalin bo'lsa, bu changyutgich sizga to'g'ri kelmaydi. Sababi 20-30 daqiqa tinimsiz foydalanganingizdan keyin motori qizib ketadi. Men salbiy va ijobiy tomonlarini aytib o'tdim. Bu changyutgich sizga to'g'ri keladimi? Telegram kanalimga videolardagi tovarlarning silkalari joylanib borishini eslatib o'tmoqchiman. Agar videom foydali bo'lgan bo'lsa va bundan foydali va qiziqarli obzorlarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, obuna bo'ling.